Bu yegulik emas, bu haqiqiy zahar. Qanday yeguliklar sizga sigaretdan ko'proq zarar ekanini bilmoqchimisiz? Mana ularning ro'yxati. Coca-Cola bu ichimlik emas, suyaklaringizdan kaltsiyni so'rib oladigan kislotadir. Agar siz gugurt cho'pi kabi oyoqlarga ega bo'lishni istasangiz, kola ichishni davom eting. KFC bo'g'im og'riqlari chelagi. Tizzangizga tayoq bilan urilgandek yonayotgan bo'g'inlar. Ahmoqlar uchun Monster energiya ichimligi. Haddan tashqari ishlagan yurak. Sovg'a sifatida aritmiya. McDonald's burger. Qon tomirlaringiz uchun tayyor trom. Heineken. Jigar yetishmovchiligi uchun rasmiy litsenziya. Krispy Kreme. Ponchiklar. Oshqozon osti beziga shakar zarbasi, insulin raqsi, qandli diabet qarsak chaladi. Frappuccino bu qahva emas, bu suyuq yog'li qorin. Qaymoq siroplar. Qorningiz blogerlarni obunachilaridan tezroq o'sadi. Turli pizzalar. Sizning qon bosimingiz shunchalik yuqoriki, xuddi siz 100 kilogramm yuk ko'tarayotgandek. Red Bull. Buyraklaringiz dializga salom aytmoqda. Buyraklaringiz faqat ximiya nafas oladi. Pringles. Bir banka tuz yedingiz. Endi shishni kuting va yuragingiz buldozer pompasiga o'xshaydi. Lipton. Ice tea. Shakar va kislota. Tishlaringiz axlatga ketadi. Rostini ayting, siz qaysi biriga bog'langansiz? Kola ichyapsiz yoki burgerdan kecha olmaysiz? Kommentariyaga yozib keting.